أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli arkadaşlar, biz ilgili derslerimizde kitabımızın 3. kısmı El-Huruf hakkında toxtulup, bunun içindeki birincisi yani huruful jar to'g'riliq mazmunlarni oyoqlashtirgandik. Endi bugungi darsimizda al-huruf al-mushabbaha bil fi'l, ya'ni fe'lga o'xshaydigan harflar haqida to'xtalamiz. Bugungi darsimiz biz ilgirki kitobimizning birinchi qismi ismlar haqida so'zlayotgan vaqtimizdami ismninki, ism ma'rifninki al-marfuat val mansubat qismlarida marfuatning qatorida huruful mushabbaha bo'lgan inna va inninki hamrolarining xabari, mansubatda huruful mushabbaha bo'lgan inna va inninki hamrolarining ismisi deb to'xtalib, shu o'rinda huruful mushabbaha bil fi'l to'g'riliq ba'zi tushunishlarni bergan. Ya'ni huruful mushabbaha bil fi'li hurufun nasiha deb ma'lumlanadi. 6 dona harf bo'lib inna, anna, ka'anna, lakin layta, la'alla deb 6 harf. Bu 6 harf cümle ismiyenin üstüge, yani mubtada xabarının üstüge kirib, mubtadani o'zining ismiga o'zgartirib, xabarini o'zining xabariga o'zgartirib, mubtadani mansub qiladi, xabarni marfu qiladi. Garchi mubtada xabarining mushular kirishdan ilgirki musnadlik va musnadlik xarakteri o'zgarmagan bo'lsa-mu, lekin grammatiklik nuqtalardan va bir qism qo'shimcha ma'nolarni qo'shish nuqtasidan ta'sir ko'rsatganligini deb o'tgan. Va shu yerda bu 6 harfning ma'nosi, grammatikalik ta'sirlari qatorliq masalalar haqida to'xtalib tugagan. Yani bugungi darsimizda shu inna, anna, ka'anna, lakin layt, la'alla degan huruful mushabbahalar to'g'riliq ilgari so'zlanmagan mazmunlar o'qib so'zlaymiz. Qolgan mazmunlar bizga nisbatan bak yangi mazmunlar emas. Abturda aytadi al-huruful mushabbaha bil fi'li, yani fe'lga o'xshaydigan harflar hurufun bir harflar bo'lib tadkhulu ala al-jumlatil ismiyya, jumla ismiyaning ustiga kiradi. Ya'ni jumla ismiyya degani mubtada val xabarning ustiga kiradi. Fatansibul isma, ismni nasb qiladi degani grammatikalik o'rin jihatda buningga nasblik i'robni beradi. Va tarfa'ul xabar, xabarni raf'i qiladi deganimiz grammatikalik o'rin jihatda buni raf'ilik o'rniga ega qiladi. Buning alomatlari ismning ahvoliga qarab bo'ladi vaqtida. Aslida bu xabarning grammatikalik o'rni raf'i tashkilasi, lekin inni kirgandan keyin ismisi nasblikka o'zgaradi, xabar raf'ilik bo'ladi. Kama arafta, siz yuqorida o'qib o'tdingiz. Bu harflar 6 turli harflar bo'lib inna, anna, ka'anna, layta, lakinna, la'alla. Bularning har birisining ma'nosi, roli, alohidliklari masalalar haqida biz to'xtalib bo'ldik. Shuni qaytarib o'tmaymiz. Endi bu yerda deydigan gapimiz yangi gap bo'ladi. Ma 6 harf bayatni degandek bularning roli jumla ismiyaning ustiga kirib, ani pash qiladi, ani zafar qiladi emasmi? Mushu har qanday harfning ustiga kirib qolsa, shu harflarni o'zining asldagi rolidan cheklaydigan bir cheklaguvchi ma'vo. Mushu harflarning ustiga shu xil ma kirib qoladigan ahvollar bo'ladi ba'zida. Shu abturda aytadi waqat talhaquhuma mal kaffa. Ba'zida ma harflarga kaffa rolini cheklaydigan ma kirib qoladi. Fatakuffuha anil amal. Shu vaqtida ma harflarni rolidan cheklab qo'yadi. Hatto ma'nosini o'zgartiradi. Bir qisman o'zgaradi. Masalan, innu sikrasi innama, annama, ka'annama, laytama, la'allama. Shu vaqtida fe'llarning ustiga kiraveradi. Innama qama zaydun. U vaqtida ma'nosi haqiqatan yoki jazman degandek ma'nolar chiqmaydi u vaqtda. Faqat lam degandek. Rolim o'zgaradi ham. Biz odatda balog'at va nahv kitoblarimizda innamani istisnoninki turuqlaridan qatoridan yo'llaridan istisno vositasi deb bilgan masalan. Ya'ni qasr vositasi masalan. Istisno deb demak qasr vositasi deb bilgan. Masalan, demak uning roli o'zgardi degan gap. Hozirgi inining ta'kidlash va yoki boshqa roli qolmadi degan gapda. Undan boshqa bular bilan söylegan bir ahvol va alam anna innal maksura. Bunda biz dastlab marfuatni o'rgangan vaqtimizda marfuatniki mushabbaha bil fi'l kelgan vaqt degan. Abturmida aytadi.
Hamzasiz zir o'qilgan inna. Bilginki hamzasiz zir o'qilgan inna la tughayyiru ma'nal jumla. O'zi kirgan jumlaning ma'nosini o'zgartmaydi, balki tuakkiduha ta'kidlaydi. Shuningga Muhammadun talibun desa, oldiga inni kirib qolsa, Muhammad haqiqiy bir o'quvchi yoki haqiqatan Muhammad bir o'quvchi, Muhammad rasla bir o'quvchi degandek bizning Uyg'ur tilimizda qaysi xil ta'kidlar bilan jumlani ta'kidlash mumkin bo'lsa, innimi shuni rolni o'ynaydi. Jumlaning mazmuni huwa huwa, ya'ni ilgari qanday bo'lsa, keyinmi shunday bo'ladi. Ammo annal maftuha hamza jari qilgan anna degani anna ism va xabar bilan mufradning hukmlari degani biz burun deganimizdek anna o'zi kirgan jumlani masdariga o'zgartirdi. Muhammadun zakiyun desa, anna Muhammadan zakiyun kelsa, Muhammadning zakiligi. Bir butun jumla bir muzof-muzofilaydak bir o'qimning, ya'ni bunday qilgan vaqtda bir masdarning ma'nosi bo'lib qoldi. Anna Muhammadan zakiyun deganning tarjimasi Muhammadning zakiligi. Anni kirib qolgan jumla mustaqil jumla bo'la olmaydi u. Bir bo'lakka aylanadi u vaqtida. Shuningga anna jumla beshida kelmaydi. Cho'qib oldida ma'lum bir omil kelib, anna kirgan jumla ash omilning ya fa'il bo'ladi, ya maf'ulun bih bo'ladi. Mana shunga o'xshagan ya budaning xabari bo'ladi. Shunga o'xshagan bir nima bo'ladi endi? Bir jumlaning bir bo'ligiga aylanadi. Chunki u jumla olmay qoldi ma'no jihatda. Yakki so'zga aylandi. Fi hukmul mufrad degani masdar yakki so'zga aylandi. Shunga tuvandagi o'rinlarda innini zir o'qish vojib degani, mana jumlaning mustaqilligini saqlaydigan. Jumla mustaqil bir jumla bo'lishi kerak bo'lgan o'rinlarda cho'qim inni o'qiladi. Masalan, jumlaning 5ida o'qib qolsa, "Iza kanat fi ibtida'il kalam", masalan, "Inna Zaydan qa'imun". Ma'runda anni o'qib qo'ysak, jumla bir yakki so'zga aylanib qoladi, ma'no to'liq chiqmaydi, muslay shakllanmaydi u yerda. Ma'vo bir mustaqil jumla o'qib chiqib, inni kelish kerak. Qavldan keyin kelib qolsa, "Yaqulu innaha baqara", chunki qala yaquludan keyin qala yaquluning maqulagan bir butun jumla kelish kerak, mustaqil jumla. Inni bo'ladi deb. Sim mavsuldan keyin allazi innahu musa, chunki allazidan keyin yakki so'z kelsa olmaydi. Jumla kelish kerak, allazning sili sifatida. Shu bu yerda inni kerak. Xabarda lam bo'lib qolsa, inna Zaydan laqaimun deb o'rinda inni keladi. Chunki lam keyindagi xabarni xabar kirish orqali bir butun jumlani ta'kidlaydi. Bir butun jumlani ta'kidlaganga jumlaning jumlaga mustaqil saqlanadi degan gapda vaqti yakki so'zga aylanmaydi u vaqtida. Yuqoridagi o'rinlarda jumlaning bir butunligi mustaqil bir jumla mazmuni kerak bo'lg'achqa, shu ma o'rinda inni keladi. Chunki inna jumlaning bir butunligini saqlaydi, jumlaning mazmunini o'zgartmaydi, faqat ta'kidlaydi bas. Ammo biz bayatligimizda anna jumlani masdariga o'zgartirdi, yakki so'zga o'zgartirdi degan bo'lg'achqa, endi jumla yakki so'zning jumladagi ma'lum bir bilakning rolini o'ynaydigan o'ringa kelib qolsa, mush o'rinlarda anna kelishi vojib. Shunga turdi deyotdi, tuandik o'rinda anna kelsa bo'ladi. Yajibu fathu hamzata inna fima yati. Innaning hamzasini tuandik o'rinlarda zo'r o'qish vojib. Masalan, birinchisi fa'il o'qish. Bir butun jumla fa'il. Demak, jumla bir yakki so'zning o'rinda bo'lishi kerak ma'runda. Masalan, balagani anna Zaydan alimun desa, Zaydning olim ekanligi menga yetdi desa, balagha fe'l ni maf'ulun bih. Keynidagi anna Zaydan alimun bir butun jumla bizga fa'il bo'lishi kerak. Mushu jumlaning fa'illik rolini musha joriy qildirish uchun anna kelib jumlani masalaga o'zgartirish kerak. Shu ma'runda anna o'qiladi. Yoki maf'ulun bih bo'lib qolsa o'xshash gap yana. Karihtu annaka qa'imun, sening o'ri turishingni yomon ko'rdim desa, kariha fil tu fa'ilisi. Ma jumlaga maf'ulun bih kerak. Keyingi kelgan jumla maf'ulun bih bo'lishi kerak. Ya'ni masalaning hukmi bo'lib, yakki so'zga o'xshash rol o'ynash kerak. Buning uchun bu yerda anna o'qilish kerak. Yoki mudofillar o'tsa, mudofillar degan yakki so'z, masalan, ajaban ishtiharu annaka fadil. Sening yaxshilab ekanligingni taqab ketganligini hayron qoldirdi desa, o'sha o'rinda ishtihar mudof, keyingi jumla mudofillar bo'lishi kerak. Jumla mudofillar bo'lish uchun jumlani yakki so'zning hukmiga o'zgartiradigan vaqt kerak. U bo'lsa anna. Mubtada bo'lsa, indi annaka qa'imun desa, indi xabar tabi. Bununla annaka qa'imun mubtada bo'lishi kerak. Ammo jumla mubtada bo'lmaydi. Yakki so'z mubtada bo'ladi. Jumlani yakki so'zga aylantirish uchun anna bo'lishi kerak. Shunga sening o'ri tug'anliging meni hayron qoldirdi ya. Yoki bo'lmasa, mening nazarimda sen o'ri turug'liq. Annaka qa'imun, qiyamuka indi degan gapda. Yoki majrur chiqib qolsa tabiiy bu. Chunki harf jarlar ismning ustiga kiradi. Jumlaning ustiga emas. Harf jar kelib qoldi oldiga degan gap ma jumla ismning hukmida, ya'ni yakki so'zning hukmida bo'lishi kerak. Ajibtu min anna Zaydan qa'imun. Zaydning o'ri tug'anligini hayron qoldi masalan. Minning keyindagi jumla
cümle yakki sözün hükmü olur. Çünkü min isimler nasıl kirdi bu tabi. Law dinkin 6. 7. lawla dinkin law annaka indana la akhdimuka lawla annahu hadirun la a'lamtuka deb Mavla dinkin mu annini zoru qo'sh vacib. Demek yuqoridagi 7 o'rinda umuman diqqat qilsanglar shu jumla yakki so'zning o'rinda, yakki so'zning hukmida, yakki so'zning ma'nosida bo'lish kerak bo'lgan vaqtida jumlaga kirgan ta'kidlash vasitasi hammasi zivar holatga kirish kerak, anna shaklda kirish kerak. Ammo jumlaning öz holatini saqlash, burunqi holatini saqlash, jumlaning jumla mazmunini saqlash faqat ta'kidlash maqsad qilingan o'rinlarda undan keyin jumlani ta'kidlash vasitasi bo'lgan urf mushabbaha bil fil inna shaklda kirish kerak. Mushu tushunishlik bo'lsa bo'ladi. Xo'sh, yana bir munosabatlik mazmundan birisi zero qilgan innaning ismisiga bilamiz. Inna Muhammadan qoimun deb innadan keyingi ismisi zivar nasbi xabara raf ya'ni pashul qiladi. Endi biz vav orqali ashu innaning ismisiga bir ismni atf qilmoqchi. Inna Muhammadan qoimun va bakran deb bakrni qoimunga atf qilmoqchi. Shu vaqtida mana bir alayda ahvoldan birisi bor. Ya'ni zero qilgan innaning ismisiga raf'i nasb bilan atf qilish to'g'risidagini inna Muhammadan qoimundan keyin biz Umarni yoki Amrni Muhammadga atf qilmoqchi bo'lsak va Amran Muhammadan atf qilib yoki va Amrun deb Muhammadanninki inni yo'q holatiga mahallasi deganimiz shu inni yo'q holatiga atf qilib Muhammadan zora qilib emasmi? Amran deb ikki xil atf qilsak bo'laveradi. Yani raf'i nasb bilan nima desa mahalla e'tibor bilan. Mahalla lafz degani inning ta'siri. Mahalla degani in yo'q aning nima holatda? In yo'q holatda. Chunki in kirishdan ilgari mubda xabar emasmi? Inna Sa'idan Sa'imun Sa'id ro'zdarkan deb bo'lib Ja'far mu demak bo'lsa, Ja'farun Sa'idninki hozirgi inni kirgan nasblik holatiga emas, inni kirishdan ilgariki mubda xabarlik holatiga qilsa bo'ladi. Ja'farran deb hazır qaldığı qilsin bo'ladi. Ne farqi bor desa, endi grammatikchilar faqat to'g'ri xatoni ayirib turadi. Buning farqini balog'atchilar ayiradi. Ja'far bo'lib qolsa, balkim atrinkin holatda ta'kidsiz bo'lishi mumkin. Ja'faran bo'lib qolsa, ta'kidli bo'lishi chunki Ja'faranda inni qo'shilgan holatga atf bo'ladi. Ja'faranda inni qo'shilmagan holatga atf bo'ladi. Tabiiyki, jumlani ta'kidlash uchun kelgan innining qo'shilgan holati bilan qo'shilmagan holatining tabiiy farqi bor. Shuning bilan huruf mushabbaha bil to'g'riq dastlabki ma'lumotlar tugudi, yani 45. dersimizin mazmunları oxirlashdi. Qolgan mazmunlarni biz 46. dersda o'qiymiz. Baqiyatul huruf al mushabbaha bil fi'l. Am biz ham huruf mushabbaha bil fi'lninki anna bilan inniga ketyapmiz. Anna bilan inning masalasi tugumida. Biz marfuatda mansubat so'zilgan mazmunlarni qaydlab o'tmaymiz. Illoki kitobda ham qaydlamaqliq. Faqat alayda boshqa mazmunlarni so'zlayapmiz. Ammo kallanglarda huruf mushabbaha bil fi'l to'g'riliq ma'lumotlar, shayda so'zlangan ma'lumotlarning hammasi ba'da tushunishinglar kerak. 46. darsda Abdur gapni baqiyatul huruful mushabbaha bil fi'l filga o'xshovchi harflarning qilib qolganlari haqida deb boshladi. Biz shunda boshlaymiz. Yana shu gap vaqat tukhaffafu innal maksura. Ammo jumlani ta'kidlash uchun kelgan zira qilgan inna ba'zi yengillashtirildigini jumlalarda unda in shaklda qo'llanadi. Ma'no shu inna bo'laveradi, lekin lafzida inna degandek bunda tashdidlik, uning ismisi zo'r qilgan, xabar pash qilgan bunda holatlar ba'zi bo'ladi, ba'zi bo'lmaydi. Qarab boqaylik. Shu vaqtda xabarga lomning kirishi lozim bo'ladi. Nima qilsa in nafiya bilan ma'no o'tirib farqlantirish uchun. Odatda yengillashtirilgan vaqt in bo'ladi emasmi? Halaqa laysi ma'nosi qilgan bir in va ikkisi o'tirini erishib qolmaslik uchun ma innidan yengillashtirilgan inninki xabarga lam kirish. Odatdagi vaqtda lamning kirishi yajuzdi. Ma vaqtda vojib degan. Nima buni innining in ekanligini bilinsin uchun. Masalan, va in kullal lamma la yuwaffiyannahum ma oyatda va inni agar o'chi bu ya inna bu aslisi haqiqatan deb tarjima qilamiz. Har biri debchi. Shu vaqtda maydonda diqqat qilsanglar lafzda in lekin ismiga qarasanglar kullan masalan lamma la yuwaffiyannahum xabarga lam kirdi kullan deganni zabar qildi masalan. Gerçi lafzda taxfif qilingan bo'lsa-mu, ism va xabardagi grammatikalik ta'sirini yo'qotmadi. Endi men bayatni tushuntirgan vaqtda ba'zi yo'qotishim yo'qotma. Shu turda o'tadi va hinayizin shu vaqtida ilg'o qilishmi ham yajuz. Ilg'o qilish degani ma'nidan qoldirish. Yani va in kullu lamma jami'u ladayna muhtarun deb inning butunlay rolini butunlay yo'q qilib
Bütünlüğü yok qilib, kullun degan ismisi uzar o'qilmadi. Demak, bu yerda inning roli yo'qoldi degan gapda. Mana shakilda kelsin bo'ladi. O'quvchimizning nima uchun deb qilish mumkin? Maqom taqozo qiladi. Bu ahvollar inshaalloh ilmul ma'anida nima uchun ashta bo'lganligi, faqat grammatiklik nuqtadagi to'g'ri xato masalasi. Bunda yengillashtirilgan eng ko'pincha vaqtda nasiha fillah, halaqa af'al naqisa deb odatdagi fillah emas, naqis fillah va nasiha fillah deymiz. Muzaharani ustiga shu fillarni ustiga kiradi va in kunta min qablihi la min al-ghafilin sen haqiqatan ilgari g'afil. Ya'ni va in kunta garchi deb tarjima qilmaymiz. La min al-ghafilin degan lammo ya'ni shuni ifodasiga ha ma in asli ekan innaka va in kunta min qabli la min al-ghafilin da in nima emas agar garchi degandek ma'noda emas, balki haqiqatan sen bundan ilgari g'afillarning qatoridan eding. In nimanisi inna ma'nosida. Va inna zunnuka la min al-kadhibin. Biz haqiqatan seni koziblarning qatoridan deb o'ylaymiz. In nimanisida inna ma'nosida. Ya'ni zanna yazunnu kana yakunu deganlar hamma bilasizlar, odatga tom fil emas bu. Ko'pincha ahvollar zannamu al-qadil fillarining qatoridan, kanamu avval naqsning qatoridan va to'liq fil emas. Shuningdek annamo maftuha degani shu zor qilgan annamo ba'zi yengillashtirildi. Shu vaqtida yushrun zamir shanda amal qilish vojib. U vaqtda ism xabari zamir shanga o'zgaradi, ismisi. Cümle ismiya osmi kirdi, cümle fiiliya osmi kirdi. Masalan, balagani an Zaydun alimun degani menga haqiqat Zaydning olim ekanligi yetdi. Ma'runda an asli anna. Bunun ismisi qaysisi annahu diku hu damir. Zaydun alimun xabar bo'ladi. Mushu bo'yicha i'rob bersak bo'ladi. Mavjud jumla ismi kirganligi yoki fi'liya osmi kirdi, shu vaqtda sinsafa qatlarning harfini bilan filni kirish vojib bo'ladi. Alima an sayakunu minkum marda. Oldin xabar qatim darsda o'tdi bu, ha? Alimadan keyin kelgan anning masalasi haqida. Mushurunda alima an sayakunu da asli alima annahu sayakunu. Shu vaqtda shunday degan. Ma'arif anna muhaffafa asli anna keyin yengillashtirilgan. Buning ismisi annahu hu damir sayakunu minkum marda deganlar buning nimasi xabar deb shu vaqtda mana shunday tushundirgan. Demak, mushurunda annahu deki yushrun damir inning ismisi keyindagi jumla uning nimasi xabari. Shu bo'yicha i'rob bersak bo'ladi. Alayda cho'ng'ish yo'q. Hamda huruful mushabbaha bil fi'lninki nechinchisi? 3-chi ka'anna. Biz darsimizning boshida ham ka'anna to'g'riliq so'zlayotgan vaqtda ka'anna tashbihni ifodalaydi. Ka'anna tashbihni ifodalaydi. Tashbih deganimiz bir narsaga o'xshash. Ya'ni buningda mushabbah shakllanadi, mushabbahun bih shakllanadi. Biz bir narsani bir narsa orqali izohlaymiz hisobda. Machapanning qariligini qog'ga o'xshatib, machapan qog'a deb qara masalan. Yoki maktab seni kitobga o'xshaydi. Muhammad shirdakla polvon masalan. Bir odamningki biz ifodalamoqchi bo'lgan tarafini yorqin bo'lgan bir narsaga o'xshash orqali boshqalarga qana qilamiz, ifodalab beramiz. Mushuning o'zini tashbih deb ataymiz. Ka'anna Zaydan asadun o'xshaydi. Bu yerda alohida uni ichkirisiga kirmaymiz. Faqat ka'anna xuddi o'zining boshqa hamrolarga o'xshashlar mubzo xabarining ustiga kiradi, mubzo ismini qiladi, xabarini xabar qiladi, mazmuniga tashbihni qatadi, bas boshqa alohidlik yo'q. Bu endi asli buni tahlil qilsak ka'anni kap anna. Kap va nimo anna. Ya'ni bu harfi tashbihning kepidan va zira qilgan innidan birikkan asli. Inna jumla mazmunini ta'kidlaydi. Kap tashbihni ifodalaydi. Unda haqiqatan Zayd yo'llos. Nimishqa anna qilib qolganda o'zlasa, bayatni o'qidik daqa harfi jarlardan keyin gap qolsa anna inna qiladi. Faqat innama futihat faqat annaning zo'r qilib qolishi uning kap ilgari olganligi uchun. Aslisi inna Zaydan kal asad. Mush buni tushunsak bo'ladi. Am Zaydun kal asad bilan ka'anna Zaydan asadning farqini am tushuninglarmi deyman. Zaydun kal asad nuqul tashbih uchun. Onda ta'kid yo'q, lekin ka'anna Zaydan asadun degani ta'kidli. Xuddi Zayd yo'llos. Zayd yo'lvosga o'xshaydi, tabiiy odatga gap. Ka'anna Zaydan asadun degani xuddi Zayd yo'lvos tekla anog'anda tashbih ta'kidlangan bo'ladi. Bu yerdagi tahlilni bekor qilmadik. Ka'anning asosi ka innatda degani jumlaning mazmunini ta'kidlanadi degani. Ba'zida bu ka'annimi taxfif qilinadi, tuxaffaf degan yengillashtiriladi, amaldan fatulga qoldiriladi. Labzan ma'nan. Masalan, ka'an Zaydun asadun xuddi Zayd yo'loslarga tarjima qilsak bo'ladi, ketaveradi. Zaydning o'zgarlashligi, asadning raf'ilga tugidi. U normal mubtada xabarga aylandi. Tarjimaga vaqtda Zayd yo'losning o'zi.
Zayd yo'llasini o'zi deb qo'ysak bo'lar. Zayd bir yo'llas masalan. Mana ham desak bo'ladi. Odatda Zayd bir yo'llas desakmi tashbih chiqaveradi shu o'rindan. Tashbih chiqaveradi. Undan keyin 4-inchisi keldik. Lakinni lil istidrak. Istidrakni men oldingi marfuat bayonidan tushundirgan ilgirgi jumlaning mazmunining qarshisida boshqalarga bildirib qo'yish. Biz lakinni kelgan jumlaning oldidagi jumlada birovni keldi degan bo'lsak, keyindagi jumlada kelmaganligini bildiramiz. Oldida birovni yaxshi desak, keyinda eski deymiz. Har holda muxotabninki, qarshi sami'ninki, kallasiga kirgan ma'lumotninki yana bir tarafini qanaqa qilish bildirib qo'yish. Yoki shuni xato ekanligini bildirib qo'yish degandek, yoki o'xshamaydigan bir tarafini bildirib qo'yish. Istidrak degan gap ma'noni bilib ol degan gap shu asli. Bu odatda lafzda ma'nida zid ikki jumlani o'tirdik. Zid degan gap lakinning oldi boshqa mazmun, keyini boshqa mazmun. Oldida erishgan ma'lumot bilan keyinda erishgan ma'lumotlar o'xshamaydi bir-biriga. Majani Sa'id, Sa'id kammidi. Lekin Xolid keldi. Xato tushunib qolma. Sa'id bilan Xolid al-Ag'ina. Sa'idni kammid desam, Xolidni kammid deb qolma, Xolid keldi. Demak, ilgirki jumladan bizning kallamizga kirib qolish ehtimoli bo'lgan xato ma'lumotni qana qildi? To'g'riladi. Istidrak degani to'g'riladi. G'aba Hamidun, lekin Mahmud hodir. Hamid yo'qolib ketdi, ammo Mahmud bor. Ana ikkisida o'tirib farq, birisida yo'q, birisida bor. Bunun bilan vovni birga kelishimi to'g'ri. Qama Ahmad lekin Hamidun qoidin deb odatda vov harfi atfi lakinning harfat bo'ldigan ahvollari bor. Masalan, mushu lakinni yengillashtiruvchi lakin deb qo'llanildi. Bir farqini bilib olinglar. Odatda lakin ikki o'rinda qo'llanildi. Birisi huruf mushabbah bil fil bo'lgan vaqtda, yana birisi harfat bo'lgan vaqtida. Undan huruf mushabbah bil fil yengillashtirilib lakin deb harfi atfi şekildeki lakin o'xshab qoldigan ahvollar bor. Lekin kalomni qolib ketsin, lakin harfi atfi bo'lgan vaqtida vov qishida asosan birlik kamaydi deb tushunsak bo'ladi. Lekin huruful mushabbaha bil fullub mayli yengillashtirilsin, vov birlik kelsa bo'ladi. Chunki u vaqtida harfi atfi emas, u nima? Huruful mushabbaha bil fi'li. Ba'zi yengillashtirilib amaldan qoldigan ahvollar bor. Zahaba Zayd Ahmad lekin Hamidun indana. Ahmad ketdi, biroq Hamid bizning qishimizda. Bu vaqtda uning ismisi xabar degan gap mavjud bo'lmaydi, ismisi va xabar pash degan gap mavjud bo'lmaydi. Faqat istidrak deb ifodalab keladi. Va istidrakni da tilga olmasaqmi, bizning Uyg'ur tilini qanday diqqat qilib baxsangiz farqlantira olasizlar. Ahmad keldi ketdi. Hamid de bizning qishimizda deb qo'yimiz, o'tirgan lakinni olmaymiz. Lekin shu o'rinda ilgirgi jumladan keyingi jumladanki farqli qarshi jumla ekanligini bizim farqlantiramiz. Masalan, turibliganda Muhammad keldi emas, Muhammad keldi lekin Ahmad kelmadi. Ahmad adat lekinni qo'shmaylar. Muhammad keldi, Ahmad kelmadi deb qo'yimiz. Ammo ikki jumla bir-biriga qarshi kelgan ma'lum. Ikki jumla o'tirdi istidrak valiqi aniq. Xuddi Uyg'ur tilida lekin degan gapni qo'shibmi so'zlaymiz, qo'shmaymiz so'zlaymiz. Ahmad imtihondan o'tibdi, lekin Muhammad o'tolmabdi. Bu o'rinda lekinni qo'shdik. Ahmad imtihondan o'tibdi, Muhammad o'tolmabdi. Qo'shmadik. Xuddi shunga o'xshagan. Arab tilidami lakin rasmiy o'zining kuchini ko'rsatib, istidrak farqlantirilib, bunda amal qilib i'robiy jihatdan jumlaga qiladigan ahvollarim bor. Ilg'o qilinib, masalan, amaldan qoldirilib, tahfif qilinib, bunda qiladigan ahvollarim bor. Lekin har holatda istidrakning ma'nosi yo'qolmaydi jumladan. Ondan keyin keldik, layta tamannini ifodalash uchun keladi. Biz oldingi marfuatda deb o'tgan tamanni bilan tarajjining farqini, tamanni umid, orzu, kashk. Bas faqat biz odatda bunda deb qo'ymizga kashki bundaq bo'lsa debchi. Bunda o'rinlar nima deyishildimiz esa asosan bizning hali umidimiz bir ishlardan bak bo'sh. Haddidan ziyod cho'ng umidimiz yo'q. Chunki u yuz berish ehtimollik yo'q ish. Masalan, yeshimiz bir yerga ketib qoldi. Kashki shu topda manchashda bo'lgan bo'lsa-a. Masalan, bu yerga keldik. Bizning sharoit yaxshi bo'lmay qolibdi. Anglasak 5 yil ilgirki sharoitlar bak yaxshi ekan to'q. Biz shuni qarab kashki 5 yil ilgari kelgan bo'lsak-chi bu yerga. Bular hammasi o'tib ketgan ishlar, yoki bo'lmaydigan ishlar, yoki bo'lsin intayin tasuldigan ishlar. Bundaq ishlarni biz arabchada tamanni deymiz. Odatda Uyg'urchada xomxiyolmi deb qo'ydi, orzumi deb qo'ydi. Unda umidlik orzu emas. An la'alla taraji degani tipik umid bunda. Onu arzu desek, mani ümid desek bo'ladi. Ümid degan bo'ladigan ishlar bo'ladi. Masalan, men kelgusida balkim manda qolib qolishim mumkin, manda cho'ng-cho'ng ishlarni qilishim mumkin, kelgusida mandaroq bir natijalarni qozonishim mumkin degandek-chi, ma ümid bo'ladi. Laytining ma'nosi arzu, tavannining ma'nosi, tarajjining ma'nosi ümid.
arzu ve ümmetni muşu boyunca farqlanırsanlar buludu. Belki Uyghur tilida arzu ve ümmetni onda farq olması mümkün. Ama muşu leyt temenni bilen tercihinin oturdaki farqlandırıp qo'yish uchun da'vatına ma gaplarni. Yani leyt bilen la'allini oturda maşta farq var. Leyte temennini ifade için geldi. Leyte Haliden yu'minu billah dese ben Halid'in Allah iman etişini ümit qilman. Mesela bu gapga nima uchun leyt ishildi dese şu vaqtdagi Halid'in ifadesi nəhayət qattiq mesela. Bunu qilgan qiliqlardan iman etish ehtimoli yo'q. Manda o'rinlarga leyt ishlatish kerak. Andigan la'alla tarajji ümit uchun mesela bududigan ishlar, budush ehtimolli ishlar qashqi bo'lsa mesela. Uhibbu salihin va lastu minhum la'allalloha yarzuquni salahan. O'zim yaxshi bo'lsammi, yaxshi odamni yaxshi ko'raman. Balkim Alloh menga yaxshilikni berishi mumkin, bir xil umidim bormi degan gapda. Endi bu la'allada ma shivda ma Araplarning eg'izida yoki qo'llanishda hozir biz tushungandan boshqa shakli o'zgarishlar var. Mesela la'alla deb o'qidik, la'alla deb o'qidik. Keyingiga ismini mushabbah bil qilib Muhammadan deb zor qildik. Ama ba'zida va shazzal jarru biha degan gap la'alla bilan jar qo'ydiq ahvollarni andamında. Shazza degan andamında uchrab qoladi. La'alla Zeydin qoyimunda bin o'xshash, ma'nosi o'xshash, grammatikalik faqat shiva yoki til farqi. La'allada bir qancha lug'at va tiladigan bir qancha shiva var. Alla, anna, la'anna, la'ana deb jumlalarda uchrab qolishi mumkin. Bularning hammasi la'alladan o'xshash ma'noda, i'rob jihatda o'xshash hukmda, tarjima jihatda o'xshash qilsak bo'ladi. Imom Mubarranning qashda asosi anna, alla uni lam ziyoda qilingan la'an qolganlarning hammasi qo'shimcha deb mana tushunganlar bor. Har holda qanday shaklda tushuntirilsin, ammo bizning hozir grammatika tunaydiganimiz la'alla Huruful mushabbaha bil fi'lni mushu bo'yicha tushunsak, mushu bo'yicha hazm qilib olsak bo'ladi. Sog'lashishimizning umidimiz yanada bugungi 45-ci, 46-cı darslarni mushu tatbiqotdan o'zlashtirib olsak degan umidda. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.